Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, hammalarga xayrli kech. Moskva Katenniy vokzalidan O'zbekistonga qarab jo'nab ketayotgan Resvi avtobusimiz ko'rib turibsizlar aziz vatandoshlar. Moskvadamiz, vokzaldan Primoy O'zbekistonga jo'nab ketayotgan avtobusimiz. Hamyurtlarimiz kelib o'z biletlarini olib, mestalariga o'tirib ketishga tayyor. Ko'rib turibsizlar aziz vatandoshlar, bizda haqqoniy Resvi avtobuslar. Hamyurtlarimiz kelgan mana ko'rsatib o'tamiz, biletlari bilan o'z mestalariga chiqmoqda mana. Aziz vatandoshlar, tanlovda adashmanglar. Xudo xolasa bizda haqqoniy hammasi. Mana akalarimiz o'z biletlari bilan chiqib. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? O'zbekistonga ketyapsizlar. Biletinglarni oldinglar. Vokzaldan ketyapsizlarmi aka? Hammasi haqqoniymikan aka? Tavsiya qilasizlarmi aka hamyurtlarimizga? Yo'lda adashib boshqa joylarga ketib qolayotganlarga nima deysiz aka? Kelib vokzalga biletlarni olib ketsa bo'ladimikan aka? Aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar, hamyurtlarimiz o'z biletlari bilan ketmoqda. Ekranda ishonch nomerlar bo'ladi, bog'laninglar, murojaat qilinglar. Adashmanglar. Har xil yolg'onlarga ishonib qolmanglar. Vokzaldamiz aziz vatandoshlar, ko'rib turibsizlar. 50 kilo, 60 kilogacha yuk olib ketsanglar bo'laveradi. Dokumentida muammosi bor akalar, opa singillar ham bemalol telefon qilinglar, tushuntiramiz. Sankt-Peterburgda yurgan akalar ham bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Muhimi ishonchli, sifatli avtobuslar hamisha bizda. Ekranda nomerlar qolgizamiz. Shu nomerlarga bog'lanib o'zingizlar masofada kelib bron qilishinglar shartmas. Uzoq masofada bo'lsanglarni WhatsApp, Telegram orqali o'zingizlarga mesda bron qilsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa hammasi sifatli Resvi avtobuslar bizda. Ko'rib turibsizlar, hammasi haqqoniy biletlari bilan o'z vatandoshlarimiz Moskvadan O'zbekistonga ketyapti. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aziz vatandoshlar.